Batxo'shid sizlar bilan DTPning turlari haqida gaplashamiz. Nerv sistemasining aynan qaysi joylari shikastlanganligiga qarab turlari kelib chiqadi. Spastik diplegiya bu miya yarim falajining eng keng tarqalgan turi bo'lib, asosan zararlanish ikki oyoqda kuzatiladi. Gemiplegiya bu miya yoki orqa miyaning shikastlanishi natijasida yuzaga keladi. Tananing bir tomoniga ta'sir qiladi. Ya'ni o'ng tomon eli chap tomonda falajlar kuzatiladi. Diskinetik turi po'stloq osti tugunlarning zararlanishidan kelib chiqadi. Bemorlarimizga maxsus markazlarimizdagi davo choralari yetarli emas. Sababi uy sharoitida ham reabilitatsiya jarayonlarini olib borishi shart. Aziz ota-onalar, bu kasallik jamoaviy davolash usuli bo'lib, bu tarkibga albatta siz ham kirasiz. Aziz ota-onalar, farzandingiz sog'lig'iga bee'tibor bo'lmang.